2025-yilda penalomboz narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa bugun Namangan viloyatiga yetib kelganmiz. Ko'rib turgan joylaringiz 80 kvadrat metr ekan. Narxlar necha puldan bo'lyapti, necha santimetrliklarni necha puldan qo'yib berishyapti degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa Namangan viloyatiga yetib kelganmiz. Sizlar uchun narxlar tanishtirib o'tamiz. To'liq ma'lumotni ustakamizdan olib o'tamiz. Ustakamiz mehnatlarga ham bitta like bosib qo'ysalar bo'lar. Assalomu alaykum aka, charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Ishlab bo'lyaptimi aka? Rahmat. Xushkepsiz. 80 kvadrat metrdan xuddi shunaqa bu joyimiz. Aha, birinchi bo'lib aka qanaqa tayyorlanishlarni bitta ko'rsatib o'tsa yo'q demasiz aka. Siri yo'q bu narsani. Yo'q, siri yo'q. Siri yo'q, bemalol ko'rsatib o'tiramiz. Xo'p, birinchi aka qanaqa boshlanadi? Birinchi suv solinib oladi. Aha, o'zini boshqasiga. 60 litr. Aha. Keyin 1 kilo, 1,5 kilo. Endi biz mashina o'lcham qo'yganmiz. Bunda sement tashlanadi bitta. Ha, shu suvga 1,5 kilo. 1 kilo, 1,5 kilo. Kichkina paqirchada ketar ekan. Kichkina paqirchada ketadi. Aha. Keyin 35 kilolik 35 kilo qopdagi gipsimizni solamiz bunga. Gips. Mehnatlariga ham like bosib qo'ysalaringiz bo'ladi. 60 litr suvga shunda qancha ketyapti aka gips? 60 litr suvga 35 kilolik qopdagi bir qop ketadi. Bir qop ketaverar ekanda. Xo'p, 1,5 kilo sement bo'lyapti, bir qop gips bo'lyapti. Endi mikserda aralashtiradi, shunaqami? Shunaqa. Bo'ldi. Bugun qo'yishgan joylari ekan, ertalabdan beri boshlashgan, kungacha kelishdi, oq-oqda banaga qo'qilib bugun tugatib ketamiz deyapti. Xo'p, endi bunisi nimasi aka? Endi o'zini maxsus penasi bo'ladi, bu qo'shiladi. Qo'shiladi. Keyin rastvorimiz tayyor bo'ladi aka. Buni qo'yamiz. Shu. O'zini penasi, buni sotib olasizlar yoki tayyorlaysizmi o'zingiz? Buni vazifasi asosan shu rastvorda qattiqligini, sifatini oshirishga, keyin yengil bo'lishiga, sichqon kalamushlar oralamasligiga sabab bo'ladi. Nagruzga tushmaydi. To'sinlarga nagruzga tushmaydi, sichqon kalamush oralamaydi. Shunga asosan asosiy. Buni ham qanchadir qo'shish narsasi bormi yoki yo'q? Endi biz miqdori ko'zchama o'rganib ketgan o'zi. Zo'r. Tez tayyor bo'lar ekan, lekin. Ha, shu. Endi biz haligi ko'p vaqt yetmasligi uchun suvni oldin qo'shib oldik. Tayyorlab qo'ydik. Bo'ladi. Mana tayyormi endi aka shu bilan? Ha, tayyor bo'ldi bu. Endi buni quyib olamiz. Endi hozir bir xilgina buni tagi bilan tepasini ko'p aralashtirmaydi. Shuni hisobiga bir tomoni bo'sh, bir tomoni qattiq bo'lib qoladi. Ha, har xil o'ynab qoladi. Har xil o'ynab qoladi. Pastdagi suvga ko'piga aralashish kerak to'liq. O'shancha aralashib chiqsa zo'r bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Ko'pigina o'shancha ichiga kirgizib yubordik hozir. Tayyor hozir. Endi quyib olsak. Bo'ldi. Betlarga endi oddiy materiallar sog'organsizlar aka, to'g'rimi? Ha, material u asha summani ichida hammasi. Ha, summani ichida bo'ladi. Bo'ldi, hozir narxlarni ham aytib o'tamiz. Hozir betga qo'yasizlarmi aka? Qo'yamiz mana shu yerga hozir. Men bo'lsam bu tarafga o'tib olaman. Yo'q. Katta unga. Qo'ying. O'z bola. O'z-sekin joyiga borar ekanda. Ha, sekin ashi past joylariga o'z topib borib oladi. Ha, burchaklariga ham ketdi ana. Zo'r. Quyilish jarayonlari shunaqa. Aha. Hozir batdagi aka necha santimetrlik bo'lyapti? 7 santimetr bo'lyapti. 7 santimetr. 45 ming so'mdan bosib beryapmiz. 45 ming so'mdan. Necha santimetrliklar bor ekan yana bitta? 5 santimetrliklari bor. Endi u asosan ashi molxonaning tomlariga ishlaydi yoki bo'lmasam haligi eski oldin loy bosilgan, yorilib ketgan joylarga 5 santimetr bo'ladi. Kifoya qiladi. 7 santimetr 45 ming so'mdan bosib beramiz uni. U asosan shu hadovoy ko'pchilik 90-95% odam ashta 7 santimetrlik bostiryapti hozirda. 7 santimetrlik ham zo'r bo'lib qolgan, puli ham yaxshi. Puli ham o'rtacha,
sifati yaxshi. Hozir aka loylonbozda nima afzalli taraflari bor aka buni uylarga qildiradigan bo'lsa? Loylonbozda afzallik tarafi birinchi o'rinda to'sinlarga nagrozi kelmaydi. Keyin uyda egalarining ham ortiqchaligi ovoragarchilik bo'lmaydi. Chunki hamma mahsulotlar ashni ichida bo'ladi. Biz o'zimiz olib borib, o'zimiz xizmat ko'rsatamiz. Hozir loylonboz qilaman, sametga kran chaqirib, turpoqni ko'ylatib, somon olib kel, hashar qil. Shuna bo'lib, baribir o'sha pul ketib qoladi. O'sha pul ketadi. Lekin buni qildirsa yaxshi tushadi, xudo xohlasa. Yaxshi tushadi. Sifat tarafdan ham keyin bu ashi utuplit vazifasini bajaradi. Utuplit demadi. Yozda salqin bo'ladi. Qishda issiq bo'ladi. Issiq bo'ladi. Zo'r, xudo xolasa 5 santimetrlik narxini necha pul dedingiz aka? 5 santimetri 35 ming so'm, 7 santimetri 45 ming so'm, 10 santimetri 60 ming so'mdan butun vodiy bo'ylab hozircha. Endi agar ob'yem kattaroq bo'lsa, Toshkent va Voha hududlariga ham xizmat ko'rsatamiz. Obyektga qarab, Bu hozir aytayotgan narxlaringiz vodiy ichi polni ishlayveradi, bir xil qattiqdan bo'lishidan qat'iy nazar. Xuddi shunday. Endi kattaroq kvadrat bo'ladigan bo'lsa, misol joyi katta joy bo'lsa, misol Voha hududlarida ham, Toshkent hududlarida ham xizmat ko'rsataveramiz. Ash narxda bo'ladi uyda ham. Bir xil bo'ladi. Bir xil bo'ladi, unaqa razlitsasi bo'lmaydi. Kvadrat katta bo'lsa, ularga ham foyda, sizga ham foyda bo'ladi, xudo xolasa. Shunday. Narsalar ko'rib o'tdilar, qanaqa tayyorlanishlarini, xudo xolasa 7 santimetrlik qilib berishyapti. Keyin ertalab boshlagansizlar aka buni? Ertalab boshlaganmiz, hozir tugatamiz, tugatilyapti. Soat o'zi 5 mi bo'lib qoldi soat. Zo'r, xudo xolasa aka sizga aloqaga chiqishadi, obunachilarimiz chiroyli qilib berishadi. Oyatullo uzdan oldimizda ishni unutmanglar, xudo xolasa chiroyli qilib berishadi. Akalar ishlarni davom ettirsalar bo'laveradi. Rahmat aka sizlarga ham. Xo'p, bo'p. Sog' bo'linglar.